Kelar mana 5 ariqqa sotilgan molimiz kuylanish jarayoni. Dastlabkasi. Kuylanyapti xolos. Oyon akamiz ham baraka topsin iloyim. To'g'risini ham qarang mazaligini. Qarashni orada telefonli kelmagan dedik. Mana kechagina Quvali akamiz bu videodan 39 million so'mga onasi bilan kelib, pul yetmay qolib, mol zakaratini berib ketib, 3 kundan keyin olib bortirib berdik. 3 million so'm foyda beradi desam, 60 millionga ham yo'q, 39 million keladi. Mazaq qilsa, shuna qilib mazaq qilib qilaman men. Aka, bundan ham martabangiz ulug' bo'lsin iloyim. Hurmatli obunachilar, kelaverasizlar, hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Mana bu akalarimiz. 44 millionga 5 ariqacha ketadi. Aka, bo'g'ozingdagi pul qolasiz, mayli. Oğlum kırıkçı yarım gelmiyor. Sökülme. Yo ana kımya ama o 40 devasa giyin olacak giyin olatlı. Yo. Akşamına iki tamaldan vergen bu. Sen soruyorum milyon bulut verdi. Kimler işinizden? Yo yapsınız ona 5-6 milyon bilas. Yona oldundan mal vergen ben. Yona 5-6 milyon koyup aytılmaydı sizde. Video davomida ham ko'rsatib o'rsin. Aka. Sog'ib ko'rsatilgan. Aka, o'tgan safar ham martli qilganman. 3 kishiylarga 1,5 million berdim. Bu safar iloji yo'q 4 kishi egansizlar. Bo'ldi, dadam o'g'lim 2 million so'm gam beradi. 42 million bo'ladi. Yo'q, u qanchalikka xolos 43 dan gami kelmas edim. Bitta dangalik qilinsa siz ham qani? Yo'q, 40 million so'mga bola chaqamizdan mehnat qilib tug'dirganimizga foyda qilmaymiz. Ochiq yo'l kelasangiz ziyon ham qilib qoladi. Men ochiq o'ynayapman, 4 million so'm ko'paydan. Men o'tgan safar ham aytganman, Premyerga qaytish yo'q. 3 kishi kelganlar 1,5 o'tganman. 4 kishi kelganlar 2 million. Ammo 10 kishi kelganlarda 5 million o'tib beradi. Qizig'i yo'q edi. Keyin safar 20 kishi keladi. 20 kishiga 10 million o'tib beraman. Menga qizig'i yo'q. Unaqa chiranchi ham bor. Kelaversin. Joni sog' bo'lsin. Yo'q, unaqa demang. 42 million so'mga arg'amchisi ham mendan, dastlabkasi ham hamma yo'q mendan. Sizdan 40 million. Yo'q, men 40 million so'mga foyda qilmay qolaman. Men misolcha ochiq yoriq aytib deb. Menga qarang, bittaga 40 million 500 ming pul olasiz, olib borib Yo'q. Bering endi. O'tgan safar mart gapimni olganingizga gapirdim xolos. Yo'q, men ham yomon aytmadim bu safar. Ha. 40 million 500 ming so'm. Endi bitta narsa qilamiz. Qani? O'tgan safar 4 kishilarmi? Aslida ham sizlar tomonidan kelgan, o'z tomonidan kelgan. Ashbolaga 500 ming kam qilib 1,5 million. Qobil bo'lman bor, ey. 100 ming kam. Voy davlat aka. 40 million. Yo'q, unaqa demang. Ammo 41,5 million so'mga olib borib beraman. 40 million 500 ming so'm. Bo'g'ozlikda pulidan ham arzonga tushib ketdi aka. Bu molda 41,5 million, 42 million bo'g'ozda ham bo'lgan Asilbek. Bo'g'ozni tug'masdan 41,5 million, 42 million so'radi. 41,5 million o'tgan safar mol olib baraka topgani uchun. 40 million 500 ming. Yo'q, unaqa demang. 41,5 ga olib borib beraman. 2,5 Kelinglar, gap olasizlarmi? Yo'q, ag'a kelib Gapni olinglar. Yo'q, unaqa qilmanglar. Davlat Masakaga beraman, to'g'ri sudasida ham aytaylar, mana shu molni foqrida sotilmay qoldi, 40 million 500 mingga bermayman, 41,5 millionga bermayman. gap olmaysizmi? Kamiga iloji yo'q. Gap olmaysizmi? Yo'q, unda iloji yo'q. Jon aka. Olmagan ham, sotmagan ham foyda ziyonda boshqani nima? 500 ming. 41,5 bo'ldi. Ta kelaveradi xolos. Aka gapini olingchi. Siz sotdingiz buni gap bunaqa gap. Yo'q, 41 ga emas, 41,5 ga oling. Yo'q, 40 ga savdo bo'lmaydi. O'rta. Voy, tog'a gapni oling. 40 million 500 ming. Mana 500 ming bilan 500 ming bilan 40 million 500 ming. 40 millionga savdo qilmadi. 40 million. Aka 41,5 millionga mol olib baraka topganingiz uchun beraman xolos. Ammo boshqa odam so'rab qolsa 43 dan ham sota olmayman. Mo olib million 500 olavering. Yo'q, ammo 41 ga ham imkoniyati yo'q. Nimaga 40 million so'm kelgan o'zi? Hamma yo'g'ini aytib sotaman endi. Aka tug'dirib mehnat qilib 15 kundan beri boqib 500 ming so'mga olib borib bersam, bola chaqam bilan qilgan mehnatimga foyda qilmay qoladi. Ochiq o'yin deydi. Kelinglar, gap olinglar, o'rtada qilinglar. Gala kelganiga xolos, sizga xolos. 1 million aka. Ha, bor baraka. Xo'p baraka, gapi. Joninglar sog' bo'lsin. Otam bitta duo qiling endi. Bitta duo qiling. Hammalarga omadlarini bersin. Joni sog' bo'lsin. Mollaringiz ko'payversin. Xalqimizga xizmat qiling. Do'stimni ham duo qilib qo'ying, hojida yuribdi umrada. Abroruz o'zi umra safariga ketgan hojdada. Iloyim ziyoratlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Hammamizni qayta borishlikni nasib qilsin. Hammamiz shahar kelamiz. Alloh chaqirsa hammamiz boramiz. Topgan pullarimiz faqat obunachilarimizni ham o'zimizni ham yaxshiroq shunaqa kunlarga nasib qilsin. Amin. Ukam ham sog' salomat ota-onasining oldiga, bola chaqasining oldiga sog' salomat kelishini Alloh nasib qilsin. Amin. Xudo xolasa bizni ko'rib kuzatib borayotgan ukamiz uchun ham hayvonlar ko'rib maza qilib laytni bosinglar.
mana shu olgan molingizdan aka baraka topib, oxirgi molga topib, yana takror mollarga kelishni sizga ham nasib qilsin. Allohu akbar. Juda zo'r aytdi. Otajon bitta Ota-ona, kesamiz. siz kallingizni o'tirgansiz. Bitta kesamiz. Nech pul bo'ldi? Gap so'z yo'q. Mardligingizga gap so'z yo'q. Mana 34 dan 100 so'mga ham sotmaysiz mana. Rozi bo'laman. Yuragimdan roziman. Men nima dedim? Shu bilan onasiga rahmat aytdim. 32 million. 2 million so'mga Hoji tog'amizga baraka bo'ldi. Beshariqqa baraka bo'ldi. Mana shu Hoji tog'amizga baraka bo'ldi. O'tkir tog'amga. Iloyim baraka topinglar. Pastki molimiz Beshariqqa 32 million so'mga baraka bo'ldi. Olganga sotganga barakasini bersin. Kanalga obuna bo'lib, layklar bosib qo'yamiz. Ichmay qo'ysa, tepsa, o'zini o'zi yemib qo'ysa, maniki. Mana bo'zachasini ichi buzilgani yo'q. Boshqa bo'lgan ichi buzilib qolsa bo'ynimizga ola olmaymiz. Ana uni sutini litri Alloh rizqiga ilgan bo'lib 30 litr sut bersin iloyim. Men hozir o'g'izida 15-16 litr sut sog'ib turibman, bo'zay baylangan yo'q. Ama 20 dan devasa berishi Allohga omonat, Xudo xolasa 20 tadan ko'p beradi. Mana bergan pulingiz bola chaqamga, yaxshilik kunimga, mehnatimga, shu yaxshilik kunimga buyursinmi? Oxirgi molga to'lib sig'may qolsin. Manikidan ham ko'paygan, 100-sigirni olayotganingiz yorug' yuzda sizga sotishlik menga nasib qilsin. Hojona haqiqatan ham dangallik qildimmi? Yana bir marta ko'ta kelaman. Mana shu holatda. Ya Xudo xolasa mardlik qildimmi? Mardlik qildingiz. Ama gapirgan gapim Xudo xolasa har doim javob. Bo'ldi. Bor baraka. Bitta duo qiling hojona. Hojona bitta duo qilib qo'ying. Bitta duo qilib qo'ying. Duo qiling hojona. Ey Allohim. Allohim shu bolani mana shu fermalar shunday baraka berganki, barakasini eplolmay xayriyalarga yo'shlikka nasib qilgin. Amin bolalariga. Allohu akbar, hammamizga bersin, ko'p qator. Mana shu ya bunaqa so'kim. So'kiraga yo'q, so'kiraga. Ya gapsiz yo'q. Misobillarga biz har doim valinaqa rasmiyatchilik emas, bizni qo'llab-quvvatlagan misobillar oladi. Endi gapiraman, qolasiz, qolamasiz yo'q. Haqqo'rim emas. Elitoriyani beraman. 54 million so'mga dastlabkasi ham, arqamchisi ham mendan. Shumonlar. Dadil zakatdan misobildan gap o'zi. Ashimga yana 500 ming ham berasiz. 53,5 millionga orttirib beraman. To'yni hisob qiling. Ama 55 millionga bundan kamiga sotgan ham. Dadil hurmat xolos. Gapim yo'q. Anaqa bir xilliroq bo'laman xolos. Ochiq o'yin. Aka 500 ming sizlarga o'tdim. Dadil misobildan yana 1 million yana o'tdim. 53,5 million so'mga hamma yo'q menda. Ko'ngildan olsangiz sotdim. Ya unasi kim? Martabat siz hurmatsiz xolos u. Kelasuvda juda qizg'in bo'lyapti. Kelishinglar o'rtalarida hech qancha qolmabdi o'zi.
Olaman bozordan ilgi bo'lib 5 million so'm arzon bo'lmasa ham tayingan savdogar oladigan ham hisoblar. Mana isbot deyapman, sizga ochiq qo'yinglar deyapman, 53 million 500 millionga bittasiga deb yetib deyapman. Oling shu mollarimni. Mana shu molimiz bilan, mana shu molimiz 52 million 500 ming so'm. Bittasini ovoz, bittasini Chuqunachi. Savdosi. 53,5 million so'mga beraman deyaptilar. Va 52,5 million so'm savdo qilyapti. Xudo xolisa bitishlariga ozgina qoldi. O'rtada qilasizlar, ikkovlar ishlay bitadi. Berdingizmi deyin 53 millionga men berdiraman. Yo, senda gapiring. Iloji yo'q. 53 millionga siz xursand bo'lib oldim deng. Nechta qo'shib qo'ydingiz? 1 million. Nechta so'radingiz mollarini? 26 dan so'radim. Xo'p, nechta qo'shib qo'ydim? 250 mingdan, ha? 53 millionga oldim deng. 1 million qo'shdim. Biz gapiramiz. 54,5 bo'lib ketdi. 53,5 yurib baraga 53,5 ga aka ochib. 53 ga bering akaga. Yo, 53 ga bera olmayman. Xursand bo'lib bering. 53,5 ga beralaman. Olib orttirib bering 53 ga. To'g'risi olmayman deb ketmaydi, olib ketadi. Nodir aka, 53 million 500 ming bilasizmi? 53 million 500 ming so'mga men niyat qilib beraman. Menikidan ham mol ko'payadi. Aka arg'amchilarga olmayman. Shuni olib borib baylab berish ham hamma yo'q ichida 53 million 500 ming iste. 500 ming pulni betiga qaramang. Aka 53 millionga berdingmi deng? Gapiring siz bir og'iz. Sanjar 53 million 400 mingga ham beraman. Mana shu odam, ana odam musofirdan keldim deganim uchun Hamma beraman. sizni ko'rib turibdi. Davlatdan keldi, barakasi bormi deydi aka. Bolasi bo'g'ilib qolib qarab qo'y. Men baraka qilgizdiraman. So'rang. Siz meni gapimni oling. Men siz taraf bo'lib ketdim aka. Aka uzr, ammo 53,5 ga bo'lsa mana shu odam uchun beraman. Endi savdogarga. Aka, jichcha olgisi sotamanmi? Jon aka, jichcha olgisi sotaman. Qo'lini ushlang aka, bitadi. Bitkizinglar o'rtadan hech qancha pul qolmadi-yu. Berdingmi deysiz aka? 53 million 500 mingga haq ko'ramizmi? Yo'q. Yo'q, ammo men ham sizlarni 53,5 millionga olmay ochiq chaqiradigan sotaman. Siz ayting 53 millionga oldingizmi deyinchi? Aka olmasa bizdan bir nima demaymiz. 53 ga bering. Sotolmayman 53. Ikkovlarini o'rtasini qilib qo'ydim men. Qo'sh tog'a, o'sha qiladigan foydasi shu xolos, to'g'ri tushuninglar. Una deme. Yo'q, men to'g'ri gapiraman. O'zi mashin ziyon bermasa 10 so'm qo'ysam sotmay qolib tursinlar. 53 million 500 ming so'm deb xolos dunyo gapirganim yo'q. Qo'shto'g'a men ham yomon gapirmadim. Ikkovlarini o'rtasini gapirdim. Ikkovlari ham olmayapti gapimni. Siz oldim deng, bittalarini oldim desalar bitib ketadi. Qo'sh tog'a qo'lingizdan keling. Qo'lingizdan kelib turing. Ama bu bolalarni qo'lini ushlab 53 million bo'limiga sotganam, o bo'lamas. Bu jiyanim boydan beri bu video gapirib qoldi. 53 million so'mga olib borib beraman, xursand bo'lib oling. Oling, xursand bo'l. 500 ham boshqa yana ko'nglingiz to'lsa oling. Oling ay. Qo'lim ushlab Tog'a. 3,5 milliondan kam yermayman, ko'nglingiz to'lib oling. Sizga xolos. 53 million 500 mingga beraman dedi. Baq 52 million 500 ming so'm dedi. Bu jiyanim kelib 53 millionga bering. 53 millionga baraka qiling dedim. Hozir 500 ming qo'shildimi? Ha, oling xursand bo'lib. O'g'risalang kerak emas, sizlarga 53,5 million. Bor bo'ling, yo'g'ondan qachon Baraka topinglar. Hoji tog'a, baraka topinglar. Barakasini bersin. Amin. Allohga.